Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizga 7 ot kuchli motobloklarimizdan yetib keldi. Ko'rishlaring mumkin. Bunimizni hozir narx-navolari-yu, nimalari qo'shib berilishi haqida aytib o'tib ketamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska kutib qolamiz. Shunaqa 7 ot kuchli motoblok qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'ysalaring, bizni topish osonroq bo'ladi hamda videolarimizni yo'qotib qo'ymaysizlar akalar. Xo'p, bu ko'rib turgan motobloklaring Skyline firmaga tegishli 170 7 ot kuchli motoblok bo'ladi. Benzinli variantidan motorlariga keladigan bo'lsak, mana 170 motorlardan qo'yilgan akalar. Berkalari bo'ladi, blokda o'yib yozilgan bo'ladi. O'zini shtrix kodlarigacha bo'ladi akalar. Bu zavodskiy motor hamda zavoddan ishlab chiqarilgan motoblok. Bunimizning bitta qulaylik taraflari masli datchiklarigacha bor. Yog'lari suyulib yomon bo'lib ketsa hamda yog'lari mana shurpiga ilinmaydigan bo'lib, yog'lar tugab qolsa, avtomatik o'tamaydi bular. Sizlarda hali yog'siz ishlatib qo'yishdan ancha yordam beradi mana shu narsa ham. Boklariga keladigan bo'lsak, boklari ham katta boklardan qo'yilgan, 5 litrlik boklardan qo'yilgan. Vozdixlari ham maslinli vozdixlardan, gubkalari 3 talik gubkalardan qo'yilgan bo'ladi. Buni vozdixlari mana shu motorga chang o'tkazib yubormaslik vazifasini bajaradi. Bunimiz puskach orqali, tortqa orqali zavad bo'ladi. Xudo xolasa bittada zavadit bo'ladi akalar. Bunimizga benzin tanlamaydi, benzinga aptolam qo'shilmaydi. Benzinda 80, 92, 95 sizlar xohlagan benzinda qo'yaverasizlar. Frezalarga keladigan bo'lsak, frezalari mana 4 qatorli frezalardan qo'shib beriladi. 4 qatordan 8 qatorli frezalari komplet holatda bo'ladi. O'zini keyin ichida mana shunday svicha kulichlari hamda mana shu yerda kulichalari chiqadi. Ikkita kulich, bitta atverkasi chiqadi. Motoblogimizda o'zini kitoblari chiqadi. Endi qanday freza qo'yilishlar, motor haqidagi ma'lumotlar mana shu kitobchasida yozilgan bo'ladi. Xo'p, bunimizga keladigan bo'lsak, mana shu yerda gazlari joylashgan akalar. Skorslari ham xalaqit bermaydi sizlarga. Yer haydaydiganlarga mana 1-2 oldinga skorsi bo'ladi, orqaga bitta skors orqali yuradi. Jami 3 ta skorslari bo'ladi. Mana orqasida chizillarini ko'rishlaring mumkin. Ochar chizillarda mana shu motoblogimizga moslab qo'yib qo'yilgan, mana orqalariga mana shu lemix orqali bemalol tushaveradi. Bunimizda katta kichik qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Mana shu boltka orqali kirib chiqaveradi mana shu turbalari. Balonlari 408 lik bo'ladi. Bunimizda arava tortsalaring ham bo'laveradi. 300 kilogacha bemalol arava ham tortaveradi akalar. Balonlari mana 300 kilogacha bemalol balonlariga ham o'zlariga xo'p, yarasha bemalol yukni tortaveradi akalar. Bu benzinli variantlari, rasxodlariga keladigan bo'lsak, rasxodlari 500-600 grammni tashkil qiladi. Kimga shunaqa motobloklar kerak bo'lsa, Qo'qondagi saxiy do'koniga murojaat qilaverasizlar. Narxlari 3 million 200 ming so'mdan qilib beryapmiz akalar. Mana chizillari alohida bo'ladi, komplet holatda. Mana shu 4 qatordan 8 qator frezalari bo'ladi xolos. Chizillariga keladigan bo'lsak, chizillari alohida. Narxi xudo xolasa kesalaring optim narxlarda qilib beramiz. Ochar, puluk, chizil, boshqa agregatlari ham bor, alohida sotuvda. Kimga shunaqa motobloklar kerak bo'lsa, 3 million 200 ming so'mdan do'konimizga kelib xarid qilishlaring mumkin. Yana kesalaring oz-moz kamini qilib o'tib beramiz. Manzilimiz Qo'qondagi saxiy do'koni akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar.